Assalomu alaykum barchaga. Mana o'zimizni ideyadagi darvozani ponna full holatda oldinroq obzor qilgandim. Nerjavaykalar qo'yilmagan. Mana nerjavaykalar qo'yilgan holati. Xudo xolisa sal changib turibdi. Kraskalarimiz ham o'sha xudo xolisa banishni original devo kraska. Xudo xolisa sifatga baho berib qo'yasizlar. Bu sifat deganda faqat materialda emas, buni ustida ishlaydigan usta ham o'zini mutaxassis bo'lish kerak. Xudo xolisa biz o'zimizcha sifat deb maqtanaveramiz, lekin ustani ham ishiga qaraladi. Ming material zo'r bo'lgani bilan, kraskalari original bo'lgani bilan ishlatayotgan ustangiz agar usta bo'lmasa, bunaqa holatda ideal qilib chiqara olmaydi, xudo xolisa. Обязательно shivellar orqa ko'rinishlari tekis bo'ladi, shunaqa.